Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli klientlarimiz. Buni yana bir klientimizga yakkali ikkita matrasli divonimizni bitirib o'rnatib berdik. O'rtasiga ko'rib turganimizdek o'ziga xos ikki kishiga tumbuchka tortmasi bilan отдельный ochiladi. Bu tomonda yotgan odam o'z tomonini ochadi, bu tomonda yotgan odam o'z tomonini ochadi. Ikkovlari ham o'ziga xos отдельный tortmalar bilan. Devonlarimizni ko'rib turibsizlar. Ajoyib chiroyli holatda tushdi uyimizni razmeriga. Bu tomonda ham shkafimizni ko'rib turgan bo'lsalaring, oldinroq qilib berganmiz. Mana endi shunga podsvet qilib ikkita yakkali divonimizni bitirib olib kelib berdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, kimga shunaqangi ishlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Guruhimiz, hop, Mebelix Time'ga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kamchiliklar bo'lsa aytaverasizlar.